Bo'ldi qizim, Xudoyim qo'lingga deb bermasin. Bo'lmasa birdan uxlayveling buva. İkay anlığın yo'qmi? Anlığım bor, biroq Amasi yaqin kelib o'lta. Bugun Padichi bola degan hikoyani angla. Burunqi zamonda bir bola tog' bag'rida yolg'iz mol boqadi ekan. Molni yayloqqa qo'yib berib, ba'zida uxlaydi ekan, ba'zida olatog'il naqshtovlab ish pushig'ini chiqaradi ekan. Yana ba'zida o'g'loqdek dekildab taqqa yomishib chiqib, gul terib o'ynaydi ekan. Bir kuni hamma qiliqlarini qilib bo'lib, yanala ish pushig'ini chiqaramapti. Shuning bilan kishilar yenimga kelsa ekan degan o'y bilan mundaq qildi. Hey, böğür qani? Oturib ketdi. Yürü ola, qo'g'layli. Ko'rmadi u. Nerga qo'g'ladi? Qayoqqa ketgandi? Ajabmi oldi bo'ldimi? Bir necha kun o'tgandan keyin Padichi bola yana vaqirabdi. Böğür geldi! Böğür geldi! Hey, ağıyla, yürü ola. Bu kadar böğürünü kaçırıp koymaydı. Bunu ola. Bu kadar başı ketmesin, bunu ola. Hey, böğür qani? Nedim böğür bo'lsin? Men sizlarga chaqchaq qilib shunday deb qo'ygandim. Mushtak turib odam avr qilamsan. Qamlashmaga bir nima kelsan. Nima ketayli? Yana bir muncha kunlar o'tib, bir kuni Padichi bola qarg'ayning soyasida salqindab o'ltirgan ekan. Rastilla bir bo'ri kelayotgandek. Bola qo'rqqanidan aran vaqirya olibdi. Böğür geldi! Böğür geldi! Vay canım, nasıl Vay canım! Padichi bolaning bo'ri keldi deb vaqirganini kishilar aniq anglagan bo'lsa-mu, u yana bizni oldigan bo'ls kerak deb o'ylab, birasimi kammabdi. Beshora bola o'zining yolg'onchiligi tufayli o'z jiniga zomin bo'pti. yolg'onchilik qilsa, shundoq bo'ladi-a, buva. Ha, odam rostchil bo'lsa, e'tibori bo'ladi, hurmati bo'ladi. Endi mening naqshamni anglang, buva.